To'yni kichik qilib o'tkazsak-chi? Hoy, odamlar nima deydi? Polat aka o'g'ilning to'yini ancha kam xarj o'tkazibdi deb mazax qilishadi-ku. Lekin kreditlar. Kredit to'lanib ketar, obroq qolar. Qancha kredit olasiz? Bilmadim. Eng kattasini. Odamlar ana to'y, mana to'y desin. Nima maqsadda kredit? To'y odamlar nima deydi? Yana odamlar nima deydi krediti? Bizda alohida tarif bor. 36 oy yig'lab to'laysiz. Bizga shu dabdaba kerakmidi? Odamlarga bir ko'rsatay dedim-da. O'sha to'yni ko'rdingizmi? Bitta dron oshxonaga kirib ketgan deyishdi. Ha, lekin baribir menikidek bo'lmadi. Menda to'yda vertolyot bo'lgan. Odamlar nima dedi? Hech narsa. Odamlar o'zi bilan ovora ekan. Shuncha katta xarajatni qiyinchilik bilan kim uchun qildik? Yana to'y qilganda sodda qilamiz. Ha, lekin avval qo'shnilardan so'raylik, nima der ekan? Yo'q. Dabdabali to'y bir kunlik. Lekin qarzni yillab to'laysan.